Bugungi suhbatimiz O'zbekiston 2030 strategiyasining 56-maqsadiga bag'ishlanadi va ushbu maqsad monopol sohalarni bosqichma-bosqich bozor tamoyillariga o'tkazish, iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish hamda tadbirkorlar uchun erkin, qulay faoliyat yuritish muhitini yaratishga qaratilgani bilan alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, mazkur yo'nalish doirasida davlat xaridlarida shaffoflikni ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvi va afillanganlik holatlarining oldini olish, zamonaviy raqamli mexanizmlarni joriy etish kabi muhim vazifalar belgilangan. Ayniqsa, tashqi reklama obyektlarini joylashtirishda ochiqlikni ta'minlash, elektron auksionlar orqali adolatli raqobat muhitini shakllantirish, tadbirkorlar uchun teng imkoniyatlar yaratish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda. Shu kabi muhim islohotlarning Farg'onadagi amaliy natijalari, ularning aholi va tadbirkorlar hayotidagi o'rni haqida ma'lumot olish maqsadida studiyamizga Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi Gulchehra Mirzaahmedovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Avvalo 56-maqsadning aynan hududimizdagi ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, u qanday o'zgarishlarni nazarda tutadi va bugungi kunda viloyatda monopol sohalarni bozor tamoyillariga o'tkazish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda. Marhamat. O'zbekiston 2030 strategiyasining 56-maqsadi monopol sohalarni bozor tamoyillariga izchil o'tkazish, iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, tadbirkorlarga erkin faoliyat yuritishi uchun eng qulay sharoitlar yaratib berish bo'lib, bir necha vazifalarni o'z ichiga oladi. Masalan, davlat xaridlarida manfaatlar to'qnashuvi hamda afillanganlik holatlari yuzaga kelishini oldini olish choralarini kuchaytirish. Shuningdek, tashqi reklama obyektlarini qurish huquqini onlayn auksion platformasi orqali savdosini tashkil etish yuzasidan zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish. Keyingisi soliq to'lovchi o'zining faollik holatini mustaqil o'zgartirish imkoniyatini yaratish hamda yuqori likvidli mahsulotlarni to'liq birjaga jalb qilish orqali yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish choralarini ko'rish hamda tovar va moliya bozorlarida, shuningdek davlat xaridlarida raqobat muhitini ta'minlashdan iborat.